Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda Cherry Urganch avtosalonimizdagi ham narxi arzon bo'lgan, ham oilaviy 7 kishilik bo'lgan, ham yoqilg'i sarfi eng kam bo'lgan katta hajmdagi avtomobillarimizdan birisi 8 Pro avtomobilimizni luxury komplektatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu luxury komplektatsiyamiz hozirgi kunda tan narxi 399 million 900 so'mni tashkil qiladi. İstesengizlar maxsus foyda bilan 274 milyon 900 ming so'm. Bundan tashqari avtomobilni naqd, kredit, foizsiz bo'lib to'lash va lizing asosida ham xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Endi avtomobilimizni tashqi dizaynini e'tibor bersangizlar hajmi katta. Sababi 7 o'rindiqli. Yoqilg'i sarfi kam deganimiz sababi ushbu avtomobilimizda 1.6 turbina GDI motor bilan jihozlangan bo'ladi. Korobkalari robot bo'ladi. Shahar joyini 8,5 litr atrofida rasxod, trassa rejimida esa 5,5 litr atrofida rasxod qiladi. Avtomobilimiz Eco, Comfort, Sport rejimlarida bemalol harakatlanadi. Tashqi dizaynga e'tibor beradigan bo'lsak, faralar ham o'zgacha bir uslubda ishlangan bo'ladi. Bu yerda ikki chiziqlari duxosi bo'ladi va yoritish chiroqlari to'liq LED chiroqlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu avtomobilimizdan 3D ko'rinishidagi reshotka radiatorimiz avtomobilga sportivniy o'zgacha bir deskli xarakter berib turadi. Elektronli logotipimiz Cherry brendini va oldingi qismida parktronikalarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni ushbu avtomobilimizdan to'liq 360 gradus kamera bilan jihozlangan. Bu ham hozirgi kunda xavfsizlik, bezopasnost tarafidan eng muhim omillardan birisi hisoblanadi. Endi luxury komplektatsiyamiz 18 dyumli diska balonlar, yumshoq shinalari bilan egiluvchan bokovoy oynalarimiz, 360 gradus kameralarimiz bilan eshiklarida beskluchovoy dostuplarimiz, keyin 7 o'rindiqli dabdablik, ko'rishlaringiz mumkin. To'liq koja bilan qoplangan sideniyalarimiz va sideniyalarimizni polni qizdirish sistemasi bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 7 o'rindiqli 3 qatordan iborat bo'ladi. Endi orqa qismiga to'xtaladigan bo'lsak, uzib bog'lanib ketgan LED kristal chiroqlari bilan jihozlangan. Ham harakat davomida masalan asosiy tungi paytlarda avtomobilning ko'rinishini boshqacha etib ta'minlab beradi. Bundan tashqari spoilerlarimizga e'tibor berasiz. Spoilerlarimizdan stop chiroqlarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Elektronli ochilish-yopish sistemamiz orqa kameramiz bilan yana 3-qator o'rindiqlarimiz ham to'liq koja bilan qoplangan bo'ladi. Ish o'rinida e'tibor berib o'tasizlar, mana olib bersangiz 3-qatorimiz ham отдельный klimat kontrolni upravleniya knopkalari o'rnatilgan bo'ladi. Ya'ni orqada o'tirganlar ham hech qanday kislorod yoki havo tanqisligini uchramaydi. Bu avtomobilimizning bagaji ham elektronli xavfsizlik taraflama bo'lib ishlatilgan. Ko'rib tursa, ustun yoki to'siqmi bir narsa deysa, avtomatik orqaga qaytib ketish sistemasi ishlatiladi. Keyin orqa tarafimizda bundan parktronikalarimiz, orqa kameralarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Shuni e'tibor berib o'tasizlar, Cherry avtomobillarimiz hammasi ustlari otsinkonli bo'lib, bu zanglash, korroziyani oldini oladi. Endi ichki interyerni to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yana aytib o'tganlarimizning to'liq koja bilan qoplangan o'rindiqlarimiz qizdirish bilan ta'minlangan, oldi qator, o'rta qator. Bundan tashqari eshik obshivkalarimiz koja bilan qoplangan, plastik bilan kombinatsiya ishlatiladi. Akustika sistemamiz Sony bo'ladi. Bu ham zvukni tiniq, cho'tka etib, haydovchi ham, yo'lovchilar ham ta'minlab beradi. Sideniya pamitlarimiz bor. Отдельный pishalkalarimiz xrom detallardan ishlatilgan oyna upravleniya knopkalarimiz bilan ta'minlangan bo'ladi. Eng qiziqarlisi salon освещениямыз bor. Ko'rib o'tsangiz bo'ladi. 64 xil rangda yonib turadi. Bu istasangiz o'zingiz o'zgartira olasiz. Bundan tashqari elektrousiliительный rul, telefon bespроводной, borlarimizda холодильники, keyin kruiz kontrolimiz, multimediamiz va ko'pgina funksiyalardan iborat. Ushbu avtomobilimiz luxury komplektatsiyamiz hozir bizning Cherry Urganch avtosalonimizda sotuvda mavjud. Bemalol kelsangizlar, test drive qilib, trading qilib, avtomobilni aytganlarimizning naqd kredit, lizing yoki bo'lib to'lashga xarid qilsangizlar bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.